Qo'shni, bolamni sizni uyingizga qo'yib ketsam bo'ladimi? Mayli, tinchlikmi? Xotinimni to'lg'oq tutib qoldi. Biz radomga ketyapmiz. Bola qo'rqmasin. Mayli. Aksiga olib ukam mashinasini aytgandim. U ham kelmayapti. Ularni nima qilasiz ovora qilib? Men sizga taksi chaqirib beraman. Rostdanmi? Pastga tushgunizcha keladi. Xo'p, rahmat qo'shni. Mayli. Kel o'g'lim, taksi chaqiraylik. Dadasi, tillarimni ko'rmadingizmi? Joyida turgandi. Tursa sizdan so'ramayman-ku. Yaxshilab qidirib ko'r. Qidirdim, hech qayerda yo'q. Mabodo qo'shnim bolasi olmadimi? Bir ko'cha chiqib kelgandi. Nima? Bola. Bu qutishani ichida tilla bor edi. Qani o'sha? Tilla? Nima? Ko'chaga o'ynashga chiqding. Biror joyga yashirib keldingmi? To'g'risini ayt. Buni qizingiz qildi ko'radi. Nima? Hozir sen meni qizimni o'rga chiqaryapsanmi? To'g'risini ayt. Uning ichidagi tilla qani? Men bilmayman. Yaxshimisiz qo'shni? Bolamni olib ketgani keldim. O'g'lingizga qanaqa tarbiya bergansiz? Tinchlikmi qo'shni? Uyimizdan tilla yo'qoldi. Mani bolam bunaqa ish qilmaydi lekin. O'g'lingizdan boshqa uyga hech kim kirgani yo'q. Xo'p, men yana bir so'rab ko'raman. Oyjon, qarang, yarashibdimi? Voy, bularni qayerdan olding? Uyimizdan. Oyjon, bularda nasaga maylimi? Ha, bor o'yna qo'shnim bolasi bilan. Ha, xo'p, bugun jim bo'ldim. Dadasi, Ha, tinchlikmi? tillalarim topildi. Qayerda ekan? Qizimiz olgan ekan. Sana o'sha. To'g'risini ayt bolam. Oldingmi? Yo'q, dadajon, olganim yo'q. Qo'shni! Tinchlikmi? Ming bor uzr. Ozgina shoshqaloqlik qilibmiz-da. Tillalar topildi. Topildimi? Topildi. Xayriya. O'g'liz yaxshi tarbiya ko'rgan ekan. Biz har doim o'g'limga yaxshi ta'lim tarbiya berishdan avval halol luqma yedirishga harakat qilamiz. Chunki kelajagiga ta'sir qilib qo'ymasin deymiz-da. Mayli unda, topilgandan xursandmiz. Shoshmang. O'zingizda nima gap? O'g'ilmi, qizmi? Qizaloq bo'ldi. Tabriklayman. Rahmat. Vaqtida yetib bordingizmi? Ha, aytgancha, sizga ham kattakon rahmat. Siz yuborgan taksi bizni o'z vaqtida yetkazib qo'ydi. Biz har doim Yoko taksi xizmatlaridan foydalanamiz. Hamma bor. Ham o'z vaqtida yetkazib boradi. Sizga ham uni tavsiya qilaman. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat sizga qo'shni. Salomat bo'ling.